Uyda tandirimiz yo'q. Qanday qilib tandir nonlarini tayyorlasak bo'ladi deb hali ham o'ylanib o'tiribsizmi? Duxovkada xuddi mandek qilib tayyorlab ko'ring. Xuddi tandirda tayyorlagandek bo'lib chiqadi. Aynan shu usulda tayyorlab ko'ring. Tandirda umuman non yopmay qo'yasiz. Avval retseptga bittagina like bosib qo'ying. Go'sht va piyozlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, tuz va ziravorlar solamiz. Tog'arani gazga qo'yib, kerakli sut, sariyog' va oddiy semichka yog'ini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra tuz solib, ustidan un va drojani solib, xamir qorishni boshlaymiz. Yumshoqqina qo'lga yopishadigan xamir tayyorlab olamiz. Xamirning usti qotib qolmasligi uchun ustini yog'lab, issiqqina joyiga paketlarga o'rab olib qo'yamiz. Xamirni ozginagina oshirib olamiz. Oshgan xamirni zuvalachalarga bo'lamizda va videoda ko'rsatilgandek qilib bo'lib olamiz. Xamir yopishqoqroq bo'lgani uchun ozgina un yordamida yoysangiz osongina yoyiladi. Tuxumni oqidan va sarig'idan ajratib olamiz. Tayyor yoyilgan nonning ustiga tuxum oqini surib chiqamiz. Avvaldan qizdirilgan qaynoq lisga tuxum oqi surilgan tarafini nonni qo'yamizda, ustidan chekish uramiz va tuxum sarig'ini surib chiqamiz. Duxovkaga listni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib teskarisini qo'yib chiqamiz. Xuddi tandirda pishgandek bo'lib nonlaringiz qarsillab pishadi. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, tandir yo'q, lekin nonni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.